Assalomu alaykum. Bizni YouTube tarmog'ida kuzatuvchi obunachilar, bugun mana yana bitta pechkamiz tayyor bo'ldi, zakaz asosida. Xo'p, pechkamiz avishniy filtra pechkamiz, tepasi 8 lik doimgidek. Xo'p, pastki qismi 4 lik, ya'ni 0.4 deyiladi. Gazga moslangan. Xo'p, kulxonalari. Pechkamiz ichki qismi o'txona. Xo'p, mana listdan tayyorlangan. Cho'g'i shu edi. Xo'p, pechkamizga keladigan bo'lsak, pechkamiz ikkita xona o'rtasida qurish uchun mo'ljallangan va to'pli polga atapliniyaga moslab berilgan. Xo'p, ya'ni tok uchun qachonki pechkada o't yoqish tog'lashmasa, tok o'ziga, ya'ni tempga moslangan. Xo'p, bu yog'i suv chiqishi, suv kirishi, qo'shimcha kranlik uchun, ya'ni bezopasность, ya'ni sistema ishlamay qolgan holatida kranlikdan suv chiqarib yuborishligi uchun, ya'ni buni portlab ketmasligini oldini olish uchun. Xo'p, bu rezbalarimiz hammasi originalniy Eronda ishlab chiqarilgan rezbalar. Ya'ni bu tempniki ham. Xo'p, bu trubalar o'z aslida bunaqa qilinmaydi. Bizda standart holatda bu zakaz asosida qilindi. O'zlarining joyiga moslab tayyorlatishdi. Xo'p, mo'rimiz diametriga kelgan bo'lsa, mo'rimiz diametri 11,5 sm, ya'ni 120 lik truba tushadi bunga. Xo'p, pechkamizda qozon, chaynak osish uchun mo'ljallangan bemalol svarkalarga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Xo'p, suv idishimiz suv bokimiz 12 litrga deb zakaz qilingan. 12 litrdan ozgina oshiqroq, sababi ozgina strovkasini olamiz. Materiali turli material bu ham. Tepa qismi 8 lik. Lazerli zagotovkada bo'lgan. Xo'p, yonbosh qismlari. Endi orqa tomonni ko'rsatib o'taman. Orqa tarafi, ya'ni duxovka qismi. Duxovkamizda qanaqadir oshichaligi simlar bo'lardi bizda list qo'yishlik uchun. Bunaqa narsalar qo'yilmagan, sababi bu pechka faqat isitish uchun ishlatiladi. Xo'p, mana eshiklarimiz ochilib yopilishiga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Mana eshiklar ochilib yopilishiga, mana yopilganda keldi, to'xtadi. Bu yerga o'tmaydi. Bu yerga endi kuch bilan ishlatiladi, bu sinib ketishga to'g'ri keladi. Mana orqaga qaytishligi, mushunday holatda. Materialimiz bizda standartniy tekis list bo'ladi. Bu listimizdan bo'lib qolganligi uchun bu listimizdan tayyorlab berdik. Ya'ni narxga bilan aloqasi yo'q, tekis listdan ham bu listdan ham narxi shunday chiqaveradi. Xo'p, turli materialimiz, svarkalarga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Bu taraflari. Pechkamizda materiallarini aytib o'tdim. 8 lik, 4 lik, 2 lik list ishlatilinadi, 3 lik list ishlatilinadi. Pechkamizda joylariga qarab turib, asosiy glavniy pastki korpus 4 lik bo'ladi, tepalik 8 lik bo'ladi, arka qismi 2 lik, eng tagi kulxona, ya'ni bu qismi 2 lik bo'ladi, oyoqlari 2 lik bo'ladi. Suv bokimiz обязательно 99% bizda 4 lik bo'ladi. Zakazga qarab o'zgarib ketaveradi yana. Xo'p, pechkamiz narxiga keladigan bo'lsak, narxi 2 million so'm chiqadi. U kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqa etishinglar bo'ladi. Ekranda nomerlar qoldirib qo'yamiz. Dastavka O'zbekiston bo'ylab kelishilingan holatda, ya'ni biz dastavkani chiqarib beramiz. Faqat dastavkani summasini o'zlari to'lab olib qoladi pechkani. Pechkani to'lovini kelsak, klik asosida kelishilaveradi. Svarkalari idealniy svarka. Xudo xolasa katta bosimga dosh beradi. Bu burchak svarkasi, bu mana listdan chokida bo'lgan svarka. Xo'p. Pechkani hamma ma'lumot informatsiyasi aytib o'tildi. Kimga qiziq bo'lgansa, bemalol aloqa etishinglar bo'ladi. Xo'p, agarda sizlarga ishimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa, kommentariyada o'zingizlar fikrlar qoldirib qo'yinglar. Xo'p, obuna bo'lishni unutmaysizlar. Yangiliklar kanalda chiqadi. Birinchi bo'lib sizlarga yetib boradi.